Assalomu alaykum. UzReportda huquqiy nigohning navbatdagi soni sizlar bilan yon atrofdagi voqeliklarga huquqiy nazar tashlaymiz. Bugun ko'rsatuvimiz davomida yer va mulkka bo'lgan huquqlarni rasmiylashtirish jarayonlaridagi yangiliklar haqida gaplashamiz. Ekspertlarimiz Akbarali Sayfuddinov, Adliya vazirligi mas'ul xodimi hamda Sanjar Abdurazzoqov, Davlat kadastrlari palatasi bo'lim boshlig'i. O'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari va ularda barpo etilgan bino inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish tartibi yanada soddalashtirildi. Bu boradagi yangi qonun fuqarolar uchun ortiqcha byurokratik to'siqlarni bartaraf etish, murojaatlarni tezroq ko'rib chiqish hamda mulkiy huquqlarni ishonchli himoya qilishga qaratilgan. Qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra huquqlarni e'tirof etish bo'yicha arizalarni ko'rib chiqish muddati amaldagi 150 kundan 50 kungacha qisqartirildi. Endilikda davlat organlari o'rtasidagi hujjat almashinuvi elektron axborot tizimlari orqali amalga oshiriladi. Bu esa fuqarolardan ortiqcha hujjatlar talab etilishini kamaytirib, jarayonni sezilarli darajada tezlashtiradi. Yangi tartibga muvofiq soliq qarzdorligi bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravardan oshmagan ko'chmas mulk obyektlariga nisbatan ham huquqlarni e'tirof etish imkoniyati yaratildi. Bir martalik to'lovning 50% belgilangan muddatda to'liq to'langanda, qolgan qismi uchun chegirma qo'llaniladi. To'lovni bir yo'la amalga oshirish imkoniyati bo'lmagan fuqarolar esa uni 1 yildan 3 yilgacha bo'lib to'lashlari mumkin. Shuningdek, ortiqcha egallangan yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish mexanizmi takomillashtirildi. Xalq deputatlari mahalliy kengashlarning qarorlari huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun asos sifatida belgilandi. Fuqarolarning vaqt va mablag'ini tejash maqsadida esa nizolarni sudgacha ko'rib chiqish tartibi joriy etildi. Qonun yana bir muhim masalaga ham yechim beradi. Agar yer uchastkasining bir qismi qurilish taqiqlangan hududga to'g'ri kelsa, ushbu qism chiqarib tashlangan holda qolgan maydonga nisbatan huquqlarni e'tirof etish imkoniyati yaratilmoqda. Bundan tashqari 2020-yil 1-yanvardan 2024-yil 1-iyungacha yer uchastkalari uchun oshirilgan stavkada hisoblangan yer soliqlari jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llanilmasligi belgilandi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, mazkur o'zgartirishlar fuqarolarning mulkiy huquqlarini ishonchli himoya qilish, yer munosabatlarida shaffoflikni ta'minlash hamda ko'chmas mulkni davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayonlarini yanada tezkor va qulay tashkil etishga xizmat qiladi. Akbarali, sizdan so'ramoqchi edik. O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risida aynan kuni kecha qabul qilingan qonunni qabul qilishni qanday zarurati bor edi? Chunki bilamiz, bu masalada qabul qilingan hujjatga hali ko'p vaqt bo'lmadi, lekin qonunchilikka o'zgartirishlar kiritilayotgan ekan. Shunday. Barchamizga ma'lumki, o'sha 2024-yil 8-noyabrdan boshlab o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari hamda unda qurilgan bino inshootlariga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 937-son qonunimiz qabul qilingan edi. Mana oradan 2 yil o'tdi. Qonun ijrosi yuzasidan, demak, kadastr organlari tomonidan 4700 ga yaqin mahallalarda xatlov o'tkazildi, yalpi xatlov o'tkazildi. 1,5 millionga yaqin ko'chmas mulk obyektlari xatlovdan o'tkazilib, shunda qonun tatbiq etiladigan 600 mingga yaqin obyektlar e'tirof axborot tizimiga kiritildi. 600 ming obyekt kiritilgan bo'lsa ham, bugungi kunga qadar o'sha 87 mingga yaqin obyektlarni yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqi, ko'chmas mulkka, bino inshootga bo'lgan mulk huquqi e'tirof etildi. Endi shuni inobatga olgan holda qonunimiz 2028-yil 1-yanvarga qadar amal qilishini hisobga olib, o'sha qonunning ijrosini yanada jadallashtirish maqsadida, jarayonlarni yana ham tezlashtirish maqsadida ushbu qonunni kuni kecha qabul qilindi ushbu qonunimiz. Sanjar aka, sizda qanaqa fikrlar bor? Chunki bilamiz, siz bilan avvalgi ko'rsatuvimizda ham aynan bu masalada gaplashgan edik. Chunki sizlarga masalan amaliyotdagi holat kundek ravshanda. Qonun qanchalik aynan 2024-yilda qabul qilingan qonun qanchalik ijrosi ta'minlandi? Zarurat borasidagi savolni bejizga bermadim. Aynan o'sha qonunni ijrosini ta'minlash maqsadida, ya'ni amaliyotga tatbiq etilgan paytda qanaqadir kamchiliklar borligi ko'zga ko'rindimi? Albatta, bu o'sha boshida qonun qabul qilinganda o'zi 2 bosqichdan iborat edi. Ya'ni birinchi bosqichda asosan biz, ya'ni kadastr idoralari xatlov o'tkazib, ikkinchi bosqichda o'sha tegishli tashkilotlar tomonidan ko'rib chiqib o'zining xulosasini berish belgilangan edi.
Bu yerda asosiy muammoli masala birinchidan muddati juda uzoq edi, ya'ni 2 oy muddatda o'rganib chiqish kerak edi. Hozirgi qonun bilan mana hozir 20 kunga tushirildi. Undan tashqari, masalan, nizoli masala chiqqandan keyin uni ko'rib chiqishi ham hozir Adliya vazirligi tomonidan ko'rib chiqilib, o'sha tegishli bo'lgan tashkilotlarga yuborish bo'yicha tizim ishlab chiqilgan bu qonunda. Shu bilan birga mana eng muammoli masala bo'lgan bizda to'lov masalasi, ya'ni soliq to'lashda ham ozgina muammo bo'lgan. Bunda ham mana yangi o'zgartirish qo'shimchalar kiritilganda o'sha bazaviy hisoblash miqdorining 30% dan yuqori bo'lsagina o'sha soliq to'lanadi va keyin davom etadi. Agar bazaviy hisoblash miqdoridan 30 baravar kam bo'lsa, unda u davom ettiriladi. Ya'ni o'sha qonun doirasida ko'rib chiqiladi. Ya'ni to'xtatib qo'yilmaydi. Yana bitta muammoli masala bu ortiqcha egallangan yer masalasi edi. Ya'ni bunda bizda masalan ortiqcha yer egallangan bo'lib, mana o'sha 2018-yilgacha egallangan, lekin bizda o'sha ortiqcha egallangan yeri chegarasi mavjud emas edi. Mana shu 5-moddasiga qo'shimchalar kiritib, ishchi guruhi tashkil qilingan. O'sha ishchi guruhi tomonidan o'zboshimcha egallangan yeri aniq chegaralari belgilangan bo'ldi. Demak, shunaqa o'zgarishlar kiritilishi taklif etilgan. Mana soliq masalasida batafsil ma'lumot berib ketishlaringizni so'ragan bo'lardik, chunki qonunga ko'ra ham aytilyapti, huquqlarni e'tirof etish uchun yer solig'i va mol-mulk solig'i bo'yicha qarzdorliklar mavjud bo'lmasligi kerak edi deyilganda, aynan mana shu qarzdorliklar bilan bog'liq qanday o'zgarishlar bo'ldi? Boya hamkasbimiz aytganlaridek, o'sha birinchi bosqichda o'sha to'liqroq ochib bersangiz degan. Kadastr organlari tomonidan ko'chmas mulk obyekti xatlovdan o'tkazilgandan keyin o'sha tizimga kiritiladi, axborot tizimga kiritiladi. Shu 20 ga yaqin tashkilotlar o'zini xulosalarini beradi tizimda. Shu jumladan qaysidir tashkilot agar xulosa bermasa, ularga keyingi bosqichga o'tmaydi. Shunday. Endi soliq organlari ham, shu jumladan soliq organlari ham o'sha obyektda yer bilan mol mulk solig'idan qarzdorligi mavjud emasligi to'g'risida xulosalar berardi. Bunda oldin 1 so'm yer solig'idan qarzdorlik bo'lsa ham keyingi bosqichga o'tmasdi. Shu tufayli 340 mingga yaqin obyektlar keyingi bosqichga o'tmay qolgan, soliq qarzdorligi mavjudligi sababli. Endi yangi qonunimiz bilan soliq qarzdorligi tushunchasiga aniqlik kiritildi. Ya'ni o'sha boya hamkasbimiz aytganlaridek, soliq qarzdorligi BXM 30 baravarigacha bo'ladigan bo'lsa, keyingi bosqichga o'tkaziladi. Soliq qarzdorligi belgilangan tartibda bartaraf etilaveradi. Hozir mana soliq qarzdorligi deganingizga, deylik, yer sotib olinyapti, lekin yerni egasini, ya'ni sotayotgan yerni egasini yoki o'sha nima deydi, o'sha yerda qurilgan mol-mulkni egasini, deylik, soliqdan qarzdorligi bor. Shunaqa kazus, ya'ni tushuntirib oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, deylik, yer bor. Yerda masalan noqonuniy qurilma bor, lekin u noqonuniy qurilmani o'z vaqtida hujjatlashtirmasdan, misol uchun oldingi egasi hozirgi egasiga sotib ketgan, lekin hozirgi egasi o'sha yerni sotaman desa, misol uchun soliqda qarzdorlik chiqib keldi. Bunday tartibda qanday yo'l tutadi? Endi xaridor ham, sotayotgan odam. Birinchi o'rinda siz aytgandek, chunki bunaqa kazusli holatlar ko'pda amaliyotda. Ko'pincha bo'ladi, sotyapman deydi, nima deydi, tizimda chiqib keladi qarzdorlik. Endi sotish uchun ham avvalo yerga bo'lgan ijara huquqi, bino inshootga bo'lgan mulk huquqi bo'lishi kerak. Shu bu qonun bilan belgilangan tartibda shu huquqlar e'tirof etilgandan keyin, soliqlar o'z vaqtida to'langandan keyin siz aytgandek sotsa bo'laveradi. Chunki endi Sanjar aka, menimcha siz tushundingiz, chunki avvallari bo'lar edi, aynan tizim bo'lmagan paytda, qonun qabul qilinmagan paytda aynan mana shunaqa oldi sotdi ishlari amalga oshirilgan. Albatta. Haligacha jabrini tortib kelayotganlar bor. Albatta, endi mana ikkita turlarni hozir aytmoqchi bo'ldim, ikkita tur bor. Ya'ni umuman hujjati yo'qdek, lekin o'sha og'zaki oldi sotdi qilib pulini berib qo'ygan bo'ladi. Bu narsa, ya'ni mana aytdilar, qonun bo'yicha baribir ro'yxatdan o'tmaguncha hech qanaqa shartnomalar o'tmaydi. Bu narsani baribir ko'chmas mulkka, yer uchastkasiga bo'lgan huquqi ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin amalga oshirish.
ikkinchidan agar huquqiy hujjatlari bo'lsa hozirgi kunda turar joylar o'sha fuqarolik kodeksi asosan notarialniy tartibda shartnoma qilinadi, o'zaro qilinmaydi. Notarial tartibda shartnoma qilgandan keyin bizda hamma tizimli yo'lga qo'yilgan, notariuslarning o'zi hamma bor ma'lumotlarni yig'adi. Agar qarzdorligi bo'lsa aytadi shu narsani, ya'ni qarzdorliging bor, oldin qarzini to'la, keyin oldi sotdi qilasan. Ya'ni agar ko'chmas mulkka bo'lgan huquq ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lsa, hozirgi jarayonda bunaqa muammo kelib chiqmaydi. Bu narsa oldi olingan. Tushunarli. Mana bevosita yana qonunga qaytadigan bo'lsak, qonunda yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini e'tirof etish uchun to'lovlar bo'yicha aholiga qanday yengilliklar berilyapti? Birinchi o'zi to'lovlar tartibini bir tushuntirib bersam, to'lovlar demak Toshkent shahrida BXMning 5 baravarigacha. Demak, to'lovlarda ham o'zgarishlar bor. Avvalgi qonunga qaraganda. Imtiyozlar, yengilliklar, chegirmalar berildi. Oldin demak Toshkent shahrida BXMning 5 baravarigacha bo'lgan bo'lsa, Nukus shahri, keyin viloyat markazlarida BXMning 3 baravari. Viloyat bo'ysunidagi shaharlarda bo'lsa 2 baravar. Qolgan aholi punktlarida 1 baravar. Tijorat maqsadlarida egallab olinganlarda endi bozor qiymatining o'rtacha bahosi miqdorida to'lovlar amalga oshiriladi. Endi bu qonunimiz bilan qanaqa yengillik, qanaqa imtiyozlar berildi desak, demak, endilikda to'lovlarni 50% ni to'laydigan bo'lsa, keyingi qolgan 50% ga nisbatan chegirma beriladi. Bundan tashqari 1 yildan 3 yilgacha bo'lib to'lash imkoniyati ham yaratildi. Hozir bu bo'yicha kadastr agentligi bilan tegishli ishlar amalga oshirilyapti. Tizimda hamma narsa imkoniyatlar yaratilyapti. Yana qo'shimcha aynan bunday yangilikni nima deydi, taklif etishga nimalar sabab bo'ldi? Yana qo'shimcha, mana bular aytdilar, to'g'ri aytibdilar. Muammo bo'lgan narsasi demak, to'lovda muammo bo'lgan. Avvalgi albatta muammoda, ya'ni o'sha 8 ta holat belgilangandan ikkinchi holat, ya'ni qo'shimcha egallangan, hali aytganimdek, qo'shimcha egallangan yerga to'lov muammo bo'lgan. Ya'ni turar joy bo'lib, turar joyda ham ortiqcha egallangan bo'lsa, o'sha aytganlaridek noturar joy, o'sha tadbirkorligi mo'ljallangan yerlarga baravarida o'sha auksionda qanaqa bozor qiymati bo'lsa, shunaqa to'laysan deb turiladi. Uni fuqarolarda unaqa nima deydi, mablag' chiqmaydi. Mana bu hozirgi o'zgarish qo'shimchada turar joylarni istisno tariqasida qilindi, ya'ni buni chiqarib tashladi. Agar turar joyi ko'chmas mulk obyektida qo'shimcha o'zboshimcha egallangan yer bo'lsa va bu o'sha qonun doirasida ko'rib chiqib ijobiy hal etiladigan bo'lsa, demak u o'sha aytganlaridek Toshkent shaharida bo'lsa bazaviy miqdorini 5 baravarida to'laydi, qolgan hududlarda o'sha 2 baravar, 3 baravar to'lanadi. Ya'ni bozor qiymatidagi yerni narxi to'lanmaydi, turar joylar bo'lsa. Noturar joylarga o'sha bozor qiymati qoldirildi. Bu ham o'sha fuqarolarga yengillik yaratilgan. Keyin rasmiylashtirish jarayonlari ham soddalashtirilgan ekan. Shu masalaga ham to'xtalib ketsangizlar, avvalgisi bilan farq qanaqa bo'ladi? Avval bitta obyektga nisbatan huquqlarni e'tirof etish uchun tashkilotlar 150 kun mobaynida ko'rib chiqardi. Tashkilotlar emas, endi dastlab aytdik, vakolatli tashkilotlar tomonidan muhokama jarayonida 2 oy muddatda ko'rib chiqiladi obyektlar. Bundan keyin e'lon bosqichiga chiqariladi ko'chmas mulk obyekti. E'lon bosqichida esa 1 oy muddatda ko'rib chiqiladi. Keyin adliya organlariga o'tadi. Adliya organlari tomonidan ham o'sha 2 oy muddatda ko'rib chiqilar edi. Demak, ancha uzoq muddat bo'lgan ekan. 150 kun muddat, mana shu jarayonni o'ziga 150 kun muddat ketadi. Endi yangi qonun bilan muddatlar 3 baravarga qisqartirildi. Demak, vakolatli tashkilotlarda endi 20 kun mobaynida ko'rib chiqiladi. Jamoatchilikka e'lon qilish bosqichida bo'lsa 10 kun muddat demak e'lon qilinadi. Adliya organlari tomonidan 23 kuni mobaynida ko'chmas mulk obyektlari yig'ma jild hujjatlari ko'rib chiqiladi. Endi to'g'ri savollar bo'lishi mumkin. Ulguradimi 20 kunda degan. Oldin savol bergan edim avvalgi ko'rsatuvimda, aynan 150 kun dedingizmi? Shuncha kun ko'p emasmi? Ya'ni ish kuni edi. Shunday. Endi hattoki 20 kun ham ko'p bo'lishi mumkin. Biz 2 yil mobaynida shu qonun bo'yicha vakolatli tashkilotlar bilan birga ishladik. E'tirof elektron axborot tizimida hamma bosqichlar avtomatlashtirildi. Hattoki o'sha xulosa namunalari ham elektron o'sha
ijobiy yo salbiyni bosadigan bo'lsa elektron o'zi shablon chiqadi. Ijobiy yo salbiyni bossa bo'ldi. Sizda qo'shimchalar bormi Sanjar aka? Qo'shimcha endi shu mana o'zingiz aytib o'tdingiz, ko'chmas mulk bor, yer uchastkasi bor. Ya'ni ikkita alohida obyekt. O'sha e'tirof etilgandan keyin Xalq deputatlik kengashining qarori chiqqandan keyin bizda muammo bo'lardi. Ya'ni yerga ijara huquqi va ko'chmas mulkka mulk huquqini e'tirof etiladi. Yerga ijara huquqini biza ro'yxatdan o'tkazishimiz uchun baribir ijara shartnomasi talab etiladi. Ya'ni qaror chiqqandan keyin fuqaro baribir o'sha tuman hokimiyatiga borib, yer bo'yicha ijara shartnomasini rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Hozirgi shu qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilib, o'sha Xalq deputatlar kengashining qarori o'sha binoga ham mulk huquqi va yer uchastkasiga ijara huquqini ro'yxatdan o'tkazish uchun asos bo'ladi deb yozib ketdi. Ya'ni qo'shimcha tarzda ijara shartnomasini tuzish talab etilmaydi. Demak, shunaqa qulayliklar ham berilyapti. Yana bir masala bor. Og'riqli masalalardan biri, avvalgi ko'rsatuvlarimizda ham bu haqda to'xtalgan edik. Agar yer uchastkasi yoki undagi inshootni faqat bir qismi qurilish taqiqlangan hududda joylashgan bo'lsa, butun obyekt bo'yicha huquqni rad etish to'g'rimi? Masalan, avvallari rad etilgan ekanda, yangi qonunda bu bo'yicha nimalar nazarda tutilyapti? Qurilish taqiqlangan hududlarga yana bir karra aniqlik kiritib ketsangizlar. Savolga javob berayotgan paytda. O'zi qonunchilik hujjatlari bilan obyektlarni, misol uchun suv, avtomobil yo'llari bo'lishi mumkin. O'zini sug'oriladigan yerlar bo'lishi mumkin. Muhofaza zonalari belgilanadi. Muhofaza zona. Muhofaza zonalari belgilangan. Ayrim muhofaza zonalarda qurilish taqiqlangan. Shu sababli qonunda ushbu normalar belgilangan edi. Endi yangi qonunimiz bilan bino inshootni agar qurilish taqiqlangan hududda joylashgan deb rad berilgan bo'lsa, qurilish taqiqlangan qismi chegirib tashlanadi. Qolgan qismiga nisbatan huquqlarni e'tirof etish imkoniyati yaratildi qonun bilan. Masalan, yarmi shunda buzib tashlanadimi uyni? Qanaqa bo'ladi? Bu vakolatli tashkilot tomonidan o'sha o'zi ma'lumotini joylashtiradi, sxemasini joylashtiradi. Shunga qarab, qolgan qismiga nisbatan huquqlar e'tirof etilishi mumkin. Endi ushbu o'zgartirish natijasida bugungi kunda demak 7000 dan ortiq obyektlar muhofaza hududida joylashganligi sababli rad etilgan bo'lsa, ularni ham qayta ko'rib chiqish imkoniyati yaratildi. Demak, fuqarolar bemalol murojaat qilishlari mumkin agar avval rad javobi berilgan bo'lsa. Ya'ni bular aytmoqchi bo'lganlari, masalan, muhofaza zonasida to'liq kirganlari bor, qisman kirganlari bor. Juda qisman kirganlari ham bor. Masalan, u yerda bino qurilmagan, lekin devor bilan o'rab, hovlisi bilan o'rab olgan joylar bor. Ularning hammasi oldingi o'sha o'zgartirish kiritishdan oldin ozgina kirgan bo'lsa ham rad etiladi. Hozirgi kunda mana o'sha joylar qisman bo'lsa o'sha vakolatli organlar o'zi o'sha muhofaza zonasini chegarasini belgilab beradi va qolgan joylarga e'tirof etish mumkin bo'ladi. Masalan, deylik, mana kuni kecha bo'ldi, tabiat hodisasi, deylik, favqulodda holat sel kelish oqibatida ko'rdikki, Navoiyda, yana boshqa hududlarda aynan avvallari suv yo'lida, mana suv yo'liga ham fuqarolar uylarni qurib olgan edi, hech qanday hujjatlarsizda. Endi bunaqa uylar nima bo'ladi? Lekin ko'rdik, suv kelish oqibatida mana shunaqa uylarni ham masalan yuvib ketish holatlari bo'ldi yoki bo'lmasam, masalan, dala maydonlarida ekin ekiladigan, masalan, dala maydonlarida ham o'zlariga masalan hech kimdan so'ramasdan turib ham uy-joy qurib olganlar bor yoki vaqtinchalik nima deydi, yashash uchun uy qilib olganlar ham bor, uy qurib olganlar ham bor edi. Bularga nisbatan qonunda qanday nima chora-tadbirlar ko'zda tutilyapti? Endi men hozir mana o'zingiz aytib o'tdingiz, muhofaza zonasi o'sha sel kelib olib ketgan, o'zi muhofaza zonasida qurilish qilish mumkin emas, taqiqlangan. Mumkin emas deyiladi, lekin shu fuqaro insonlarning o'zini xavfsizligiga ham himoya qilish uchun belgilangan. Ya'ni bu yerda qurmagin deganning ma'nosi ham o'sha insonlarning o'zini xavfsizligini o'ylab qilingan narsa. O'shanga buni to'g'ri qabul qilish kerak. Endi qishloq xo'jaligiga belgilangan o'sha toifa, qishloq xo'jaligi toifasidagi yer uchastkalarida qurilish bo'yicha qonunda aytilgan, agar o'sha qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer ham ikki xil toifasi bor, ya'ni sug'oriladigan, sug'orilmaydigan bo'lishi mumkin. Sug'orilmaydigan yerlarda qurib olingan bo'lsa,
bu qonun doirasida ko'rib chiqiladi va o'sha xalq deputatlik kengashi qabul qilgan qaror u qishloq xo'jaligi yerini toifasini o'zgartirishga asos bo'ladi. Endi sug'oriladigan yer bo'lsa, bu narsa to'xtatib turiladi toki o'sha sug'oriladigan yeri toifasi o'zgartirilguncha. Ungacha bu anaqada e'tirof etilmaydi binolarga. Chunki sug'oriladigan yer baribir o'sha hukumat nazoratida bo'ladi. O'tga birinchidan o'zi nima deydi? Ruxsat berilmasdan qurilgan, bu yerda o'sha fuqarolar o'sha joyda ishlayman deb sekin-sekin qurib olgan bo'ladi. Endi sug'oriladigan yerda qurilganlar unaqa foizi ko'p emas, lekin qishloq xo'jaligi toifasida yaylov yerlar bo'ladimi? U yerda albatta qurib nima deydi, mahalla bo'lib ketgan joylar ham bor. Ana ular baribir shu qonun doirasida ko'rib chiqiladi va o'sha xalq deputatlik kengashining qarori o'sha toifasini o'zgartirish uchun asos bo'ladi. Keyin bitta yana qiziq savol bor edi. Toshkent shahrida bo'lgan holat, aynan ko'p qavatli uylarni tom qismiga ham masalan imorat qurib olganlar haqida xabarlarga ko'zimiz tushgan edi-da. Bu qonunning predmeti emas-a bu? O'zi qonun bilan qonunning Endi birinchi egallab moddasi o'z boshimchalik bilan egallab olingan yer deyilgandan keyin endi u ham deyman-da. endi o'z boshimchalik bilan egallanib olgan yer deganda hamma o'z boshimchalik bilan egallangan yerlarga ham huquqlar e'tirof etiladigan emas. Qonunning birinchi moddasida o'sha 8 ta toifa belgilab berilgan, o'sha 8 ta toifa doirasida huquqlar e'tirof etish masalalari ko'rib chiqiladi. O'sha 8 ta toifaga nimalar kiradi? Demak, 2018-yil 1-mayga qadar fuqarolarning yakka tartibda uy-joy qurgan holda o'z boshimchaligi bilan egallangan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino inshootlar, shuningdek 2018-yil 1-mayga qadar fuqarolar yo tashkilotlar tomonidan hujjatda ko'rsatilgan maydondan ortiqcha egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino inshootlar, shuningdek bir martalik aksiya doirasida ishlar yakuniga yetmay qolgan ko'chmas mulk obyektlari, bundan tashqari demak 2021-yil 8-iyunga qadar tuman shahar hokimlarining qarorlari bilan ajratilgan, lekin o'sha tasdiqlash masalasi qolib ketgan ko'chmas mulk obyektlari, o'sha yer uchastkalari, bundan tashqari bog'dorchilik, uzumchilik shirkatlari hududidagi turar joylar, shuningdek kichik sanoat zonalari hududida 2020-yil 9-martga qadar egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino inshootlar. Demak, davlat orderi bilan xususiylashtirilgan, lekin o'sha xususiylashtirilgan binolar, uylar egallangan yer uchastkasi. Shuningdek, o'sha hokim qarori bilan mulk huquqi e'tirof etilgan, lekin yerga bo'lgan huquq bo'lmagan yer uchastkalariga nisbatan Demak, bu qonun tatbiq etiladi. tatbiq etiladi. Tushunarli. Keyin qonunda yana bir masala bor edi. Fuqarolarni murojaatlarini ko'rib chiqish bilan bog'liq masalalar. Sudgacha fuqarolarni murojaatlarini ko'rib chiqish ishlari qanday tartibga solinyapti? Yangi qonunimiz bilan demak fuqaroning murojaatlarini sudgacha ko'rib chiqish amaliyoti joriy etildi. Endi agar quyi tur vakolatli tashkilot xulosasi noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, eng yuqori turuvchi tashkilot tomonidan o'sha xulosasini rad etish mumkin bo'ladi, shu quyi turuvchi tashkilotini. Xuddi shuningdek, adliya organlarini Adliya vazirligi tomonidan demak xulosalari bekor qilinishi mumkin. Endi fuqarolar sudga borib, sud orqali xulosalari bekor qilishi yo ortiqcha vaqt sarflash shart emas. Demak, shunaqa yengillik berilyapti. Avval qanaqa edi? Avval nima deydi, faqat sudga berilardi, sud orqali bu tizim joriy etilmagan edi. Ya'ni mana e'tiborli yuqori turuvchi tashkilot o'zi ko'rib chiqib, o'sha xulosasi to'g'ri, to'g'ri emasligi to'g'risida qaror qabul qiladi. Agar noto'g'ri bo'lsa, qaytadan ko'rib chiqish imkoniyati ham yaratildi tizimda. Boshqatdan ko'rib chiqib, o'shani ijobiy qilib hal qilib berishi mumkin. Ya'ni agar to'g'ri etdilar, ya'ni e'tirozlar bo'lsa, baribir faqat sud orqali hal qilinadi. Qonun bo'yicha. Tushunarli. Mana bir necha marotaba kengash deb aytib o'tdingiz. O'sha tegishli kengashlar tomonidan qabul qilingan qarorlar huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun asos deb belgilanayotgan ekan. Aynan bu tartib fuqarolarga qanday yengilliklarni beradi? Endi o'zi boshida aytib o'tdik, kengash qarorlari bilan huquqlar e'tirof etiladi.
endi yer uchastkasiga bo'lgan huquqlar davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun kengash qarori bilan keyin hokimiyatlar bilan ijara shartnomasi tuzilishi talab etilardi. Ijara shartnomasi tuzilgandan keyingina o'sha kadastr organlari tomonidan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Endi nisbatan byurokratiya kamaygan deysizda. shunday, Shunday desak bo'ladi. Ikkita hujjat o'sha aytganimdek, o'sha ikkita obyektga bitta huquq belgilovchi hujjat asos bo'ladi ro'yxatdan o'tkazish uchun. qonun qabul qilinganiga qadar o'sha marhumlar bilan bog'liq muammo bor edi. Ya'ni o'sha marhumning nomiga huquqlar e'tirof etilganda u bilan ijara shartnomasi tuzib bo'lmasdi. Endi kengash qarori davlat ro'yxatidan o'tkazilib, belgilangan tartibda meros ishlari hal qilinishi mumkin. Demak, amaliyotda ko'pgina muammolar shu uy yoki o'sha yerlar marhumlarning nomida bo'lganligida bo'lgan ekan. Sababli shu joyga ham o'zgartirish kiritildi. Muammo bo'lgan, ya'ni Shu keysni ko'proq ochib bering siz. O'sha masalan, marhumlar bilan bog'liq masala. Chunki bizda marhumlar rosa bilan ko'pdi. To'g'ri aytasiz. Mana oldingi aksiya doirasida o'sha 2018-yilda bo'lganda biz ko'rdik, ya'ni o'sha nima deydi, yaqin qarindoshlar orasida ham nizolar bo'lgan. Aynan yer sabab. Aynan yer masalasida. Shunda biz o'sha hozir mana e'tirof etishda har bitta nima nuqtasi, o'sha og'riqli nuqta hammasi hisobga olingan. U paytda masalan ukasi qurgan bo'lsa ham boshqa odamga rasmiylashtirib berilgan edi qaror. Hozirgi kunda mana e'tirof etilgandan keyin e'lon qilinadi. Mana shu narsa, mana shu ko'chmas mulk shunga rasmiylashtirilyapti deb. Keyin bunda ijara shartnoma masalasini rasmiylashtirishda ham yaqin qarindoshlari imzo qo'yishi mumkin. Lekin ular hal qilish kerak. Kim qo'yadi? Tushunasizmi? O'sha yerda ham nizo kelib chiqqan holatlar bo'lgan. Demak, hech kim imzo qo'ymaganligi uchun imzo qo'ygan. Mana masalan imzo qo'ygan odam meniki bo'ladi deb o'ylaydi. Masalan, meros rasmiylashtirishdan oldin ham men qo'ydimmi, demak meniki deb o'sha yaqin qarindoshlarning orasida ham nizo bo'lishi mumkin. Mana shu narsani ham oldini olish uchun bitta hujjat asos qilib olindi. Agar imzo qo'ymasa, yer hech kimniki bo'lib qolib ketgan. Albatta. Endi imzo qo'ymasa rasmiylashtirila olmaydi ijara shartnoma. Unga asosan biz ham ro'yxatdan o'tkaza olmaymiz. Ya'ni o'sha ko'chmas mulkka bo'lgan huquqni ro'yxatdan o'tkazishda o'zining xususiyatlari bor. Ya'ni ketma-ketlik, ya'ni huquqni ro'yxatdan o'tkazishda ketma-ketlik bor. Birinchi yerga bo'lgan huquqni ro'yxatdan o'tkazamiz, keyin binoga bo'lgan huquqni ro'yxatdan o'tkaziladi. Agar yerga bo'lgan huquqni ro'yxatdan o'tkazish uchun ijara shartnomasi rasmiylashtirilmagan bo'lsa, demak u nima deydi, Xalq deputatlik kengashining qaroriga asosan ham hech narsa biz huquqni ro'yxatdan o'tkaza olmaymiz. Shunaqa to'xtab qolgan holatlar ham bo'lgan. Yana qanaqa muammolar bor edi aynan ortiqcha egallangan yer uchastkalariga huquqni e'tirof etish bo'yicha? Hamda bu muammolar ko'proq qaysi hududlarda uchragan? O'zi respublikaning hamma hududida shu ortiqcha egallangan yer uchastkalari bilan bog'liq muammolarimiz bor edi. Biz bilganimiz Samarqand bilan Toshkent shahar bo'lsa kerak eng ko'p uchraydigan holat. Bu qonun bilan, yangi qonun bilan o'sha ortiqcha egallangan yer uchastkalariga nisbatan huquqlarni e'tirof etish mexanizmlari yana ham takomillashtirildi. Oldin ortiqcha egallangan qismida ham, ortiqcha egallangan yer uchastkasida bino inshoot bo'lishi talabi bor edi. Lekin vakolatli tashkilotlarda aynan qaysi qismi ortiqcha egallangan degan savol-javob ma'lumotlar yo'q edi. Endi shu sababli ham bu qonun bilan ortiqcha egallangan bilan qonuniy maydonda o'zida umumiy chegarasida bino inshoot bo'ladigan bo'lsa, belgilangan tartibda huquqlarni e'tirof etish mumkin. Shunaqa talab kiritildi. Shunaqa yangiliklar Ya'ni bo'ldi. mana o'sha muammo bo'lgani o'sha devor bilan o'rab olingan. Masalan, o'sha qaysidir hududda 12 sotka e'tirof etilishi belgilangan bo'lsa, u 6 sotkasini qurib bitqazib, kadastr pasportini qilib, registratsiya o'sha ro'yxatdan o'tkazib kelgan va qo'shimcha ortiqcha o'zboshimcha egallangan yeri bo'lgan bo'lishi mumkin. Uni e'tirof etish uchun bizada o'sha yerda binoing bo'lishi kerak deb ham rad berilgan, to'xtatib qo'yilgan holatlar bo'lgan. Hozirgi kunda o'sha bular aytganlaridek devor bilan o'ralgan bo'lib, lekin ortiqcha egallangan yerda binosi bo'lmasa ham shu qonun doirasida ko'rib chiqilib, huquqlar e'tirof etilishi mumkin. Avval ko'rsatuvimizda ham shunga o'xshash savol berilgan edi. O'shanda biz yo'q degan edik. Yo'q degan edik. Bizda o'zbeklarga xos bo'lgan, millatimizga xos bo'lgan odatlardan biri
shu yer bo'sh yotmasin, fundamentini qurib qo'ysam, shu O'rab yer men qo'ysam, o'rab qo'ysam meniki deb hisoblanadi degan savolni bergan edik. Qo'shimcha qiladigan bo'lsak, shu o'zgartirish natijasida demak 200-3 mingga yaqin ko'chmas mulk obyektlari endilikda yurib ketadi. Ishlar to'xtab qolgandi shu paytgacha, shunaqa muammo tufayli endi asosan shu o'zboshimcha qo'shimcha egallangan bartaraf etilish natijasida endi hech qanaqa muammo bo'lmaydi ularda. asosan o'sha o'zboshimcha qo'shimcha egallangan obyektlar bo'yicha muammolar to'xtab qolgan edi. Aynan mana shunaqa yerlarda ham ishlar to'xtab qolgan, rasmiylashtirilmagan. Chunki chegarasini aniqlash muammo bo'lgan va o'sha qo'shimcha egallangan joyda devor bilan o'ralgan bo'lsa ham bino qurilmagan, shu narsalar to'xtab qolgan edi. Mana hozir o'sha o'zgartirish kiritilib, bu narsa endi yurib. Demak, 1 yil ichida shuncha yaxshi tomonga o'zgarishlar bo'libdi. Endi bevosita botga kelib tushgan savollarni ham o'qib eshittirsam, mavzuni e'lon qilganimizda shunday savollar kelgan edi. Hattoki ijtimoiy tarmoqlarda ham shunga o'xshash savollarga ko'zimiz tushdi. Menga tegishli uy-joy 2018-yil 1-mayga qadar qurilgan bo'lib, biroq sun'iy himoya zonasida joylashganligi sababli tegishli organlar tomonidan rad etildi. Shu bilan uyimiz buziladimi deb so'rashibdi. Boya aytib o'tganimizdek, o'sha endi bino inshoot yer uchastkasi qurilish taqiqlangan hududda joylashgan bo'lsa, oldin rad xulosasi berilardi vakolatli tashkilot tomonidan, adliya organlari tomonidan. Endi bularni qayta ko'rib chiqish imkoniyati yaratiladi qonun bilan. Demak, o'sha taqiqlangan hududda joylashgan qismi chegarib tashlanib, qolgan qismiga huquqlari e'tirof etish mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda aytib o'tishimiz kerak, o'sha muhofaza zonasini o'zini chegarasini ham belgilashda ozgina noaniqliklar bo'lganda, hozirgi kunda o'sha aniq o'sha vakolatli organlar aniq chegarasini belgilab berish kerak. Masalan, hatdan o'tgan necha metr, o'shani hammasini belgilab bersa, o'shanga qarab boshqatdan ko'rib chiqiladi. Masalan, suvni himoya zonasi deyilyapti-ku. To'liqmi? To'liq bo'lsa. Endi to'liq bo'lsa, suvni himoya zonasi qayerda o'zi, qayerda tegadi, shu narsalarni ham aniqlashtirish kerak. Albatta, hozir o'shanga o'zgartirish kiritilib, vakolatli organlar o'zini o'sha muhofaza zonasi hududini aniq belgilab beradi bizga. Shu belgilab bergandan keyin o'sha aytganlaridek tushgan qismiga e'tirof etilmaydi, qolgan qismiga huquqli e'tirof etilishi mumkin. Yana bir savol, uy-joylarga huquqlarni e'tirof etishda bizni mahallada 2027-yilda xatlov bo'ladi deyishdi. Savolim, 2027-yildagi xatlovni kutishimiz shartmi yoki hozirdan ham ariza bersak bo'ladimi? Bu masalada kimga murojaat qilishimiz kerak degan savol ham bor. Boya aytib o'tganimizdek, o'sha qonunimizda belgilab qo'yilgan, har yili kadastr agentligi viloyat hokimliklarini taklifiga ko'ra har yillik mahallalarni reja grafikini tasdiqlaydi hududlar kesimida. Shu mahallalarda kadastr organlari tomonidan xatlov ishlari amalga oshiriladi. Demak, o'sha e'tirof.uz sayti bor, kadastr agentligini. O'sha saytda demak o'zini mahallasi bilan qachon qayerda xatlov bo'lishi ko'rsa bo'ladi. Shu sayt orqali xatlov qilish uchun qayergadir murojaat qilish shart emas. Boya aytganimizdek, hammasi shaffof, hammasi elektronlashtirilgan. Demak, mana shu platformaga murojaat qilishni o'zi kifoya. Yo'q. Har doim aytib o'tamiz, bu qonun o'zi davlat tashkilotlariga yo'naltirilgan. Ya'ni fuqarolar mana qonun chiqibdi, xatga borish degan narsa yo'q. Ya'ni lekin bizni fuqarolarning odati ham bor. Bu davlat tashkilotlariga mo'ljallangan. Ya'ni ko'p har doim aytib o'tamiz shu narsani, ariza berilmaydi. Ya'ni davlat tashkilotlari o'sha muddatlar ham davlat tashkilotlariga qaratilgan muddatlar. 20 kun davomida ham hammasi davlat tashkilotlariga qaratilgan muddatlar. Ariza hech qayerga topshirishi kerak emas, faqat o'sha endi aytayotganlari, ya'ni 2027-yilda belgilangan bir xil shoshadi-da. Masalan, ertaga kelib qilib ketsin deydi. Buni belgilashning ham asosiy maqsadi shu tizimli, ya'ni elektron axborot tizimida yo'lga qo'yilgan har bitta mahallalarda hech qanaqa obyekt qolib ketishi kerak emas. O'shanga bizni har bitta mahallada xatlovni birma-bir hamma ko'chmas mulk obyekti, turar joy bormi, noturar joy bormi, hammasini xatlov qilib ketadi. Hujjati bormi, yo'qmi, keyin uni biz ajratamiz, hujjati bormi, yo'qmi, o'sha 8 ta holatda qaysi biriga tushsa, o'shani belgilab e'tirofga chiqaramiz. Agar hujjatlari bo'lsa,
o'zida qoladi. Ya'ni hujjati bor, ro'yxatdan o'tgan bo'lishi mumkin, mahallalarda ham hammasida ham hujjat yo'q obyektlar emas hammasida. Shunaqa qilib har bitta obyektga birma-bir kirib chiqadi. Demak, Shuni tizimlashtirilgan va buni asosiy maqsadi ham korrupsion holatni oldini olish. Ya'ni mana bitta mahallani qilmaguncha boshqa mahalla ochilmaydi. Tizimda shunaqa. Ya'ni inson omili yo'q u yerda. Mahallani bitirgandan keyin, mana mahallani yopsak, tizimda boshqa mahalla ochiladi o'sha reja grafikka asosan. Ya'ni fuqarolar idora yurishmaydi, sarson ovora bo'lib, o'sha tegishli davlat tashkilotlari o'zlari uyma-uy yurgan holda qayerdan masalan o'z boshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari yoki unga qanaqadir bino inshootlar qurilgan bo'lsa, uni o'zlari aniqlab, o'zlari tizimga kiritishadi. To'g'rimi? Biz Xuddi shunday. yana bitta muammoli endi so'rab qolishligi mumkin. Masalan, kimdir meros rasmiylashtirishi mumkin yoki oldi-sotdi qiladi yoki hadya qiladi. Men endi kutib o'tiramanmi qachon kelishi. Masalan, ortiqcha egallangan yeri bor, lekin o'zida o'sha kadastr hujjatlari bor, binoga hammasi bor, ro'yxatdan o'tgan, lekin ortiqcha yer egallagan. Shu narsani men hozir xatlovdan keyin qilishim kerak deb kutib o'tish shart emas. Ya'ni uni rasmiylashtirsa ham bo'ladi. Rasmiylashtirib yangi mulkdorga rasmiylashtirilgandan keyin ham bu e'tirof tizimi o'sha ya'ni qonun doirasida shu narsa ham ishlaydi demoqchiman. Ya'ni yangi mulkdorga ham qo'shimcha egallangan, ortiqcha egallangan yeri 2018-yilgacha egallangan bo'lsa, demak e'tirof etiladi. Yangi mulkdori nomiga bo'lsa ham. Yana qanaqa yangiliklar bor? Aynan 2026-yil davomida joriy etiladigan. Chunki hujjatda ko'zim tushdi, 2026-yil 1-sentyabrdan yana qaysidir sanalaridan boshlab joriy etiladigan tartiblar bor edi. Aynan shu qonun bilan bog'liq. Hozir aynan xatlov bilan bog'liq masalani aytdik. Endi har yili o'sha 15-oktyabrga qadar kadastr agentligi tomonidan oldin har yili tasdiqlanardi, muddati aniq belgilanmagan. Endilikda shu 15-oktyabrga qadar kadastr agentligi tomonidan xatlovda reja grafik tasdiqlanadigan bo'ldi. Bundan tashqari yana bir ikkita yangiliklar amaliyotga joriy etildi. Xususan, boya aytib o'tdik-ku, vakolatli tashkilotlar 20 ga yaqin vakolatli tashkilotlar o'zini xulosalarini avtomatlashtirilgan axborot tizimiga kiritadi. Endi bir muammoyimiz bor edi. Kosmos agentligi 2018-yil 1-mayga qadar egallangan yer uchastkalari bo'yicha demak kosmik surat biriktirardi tizimga. Aynan o'sha belgilangan muddat bo'yicha ba'zida kosmik suratlar mavjud bo'lmasdi. Kosmos agentligida ham endi shu narsa belgilab qo'yildiki, agar texnik imkoniyati yo'q bo'lsa yoki kosmik surat mavjud bo'lmaydigan bo'lsa, demak keyingi 2 yil, ya'ni keyingi 2 yil davomidagi birinchi kosmik surat asosida qonunga muvofiq yo qonun talabiga tushadi, tushmaydi. Shu to'g'risidagi ma'lumotlarni biriktiradi Kosmos agentligi. Bo'lishi mumkin edi, oldin 2015-yil yoki 2016-2017-yillar bilan ham ma'lumotlar biriktirilardi. Sababi 2018-yil 1-may holatiga kosmik suratlar mavjud emas edi Kosmos. Endi shuni ham fuqarolarni o'ylagan holda, agar kosmik surat mavjud bo'lmaydigan bo'lsa, demak, keyingi 2 yil ichidagi birinchi kosmik surat asosida xulosalar rasmiylashtiriladi. Qo'shimchalar yo'qmi? Fuqarolarga, bizni kuzatayotgan teletomoshabinlarga bugungi mavzu doirasida tavsiyalaringiz. Endi biz o'sha xatlovni davom ettiramiz. Xatlovni davom ettirganda o'sha fuqarolar mahalla raisi tomonidan etgandan keyin, ya'ni xatlov o'tkazilgandan keyin turar joyga kirganda bir xillar muammo bo'ladi. Uyda hech kim bo'lmaydi. Ya'ni uyda hech kim bo'lmagandan keyin yana qayta chiqib xatlov o'tkazish, ya'ni o'lchov ishlarini amalga oshirish kerak bo'ladi. Shuning uchun agar o'sha mahalla rais tomonidan etilgan bo'lsa, o'shanda turar joy, uy-joylarda ya'ni o'sha xatlov o'tkazilganda qulaylik yaratib berish kerak bo'ladi. Haqiqatan shu aytgan masalalari xatlov ishlarini orqaga tortayotgan edi. Ko'p holatlarda uyda fuqarolar bo'lmasligi sababli kadastr organlari xodimlari bitta uyga qayta 3 marta, 4 martalar borishga to'g'ri kelgan. Shu bo'yicha bizga bir amaliy yordamlar ko'rsatilsa, xatlov ishlari yana ham tezlashadi. Aynan mazkur qonun bilan qanaqadir qonun hujjatlariga ham o'zgartirish kiritilyaptimi? Bu bilan bundan tashqari ushbu qonun bilan Soliq kodeksiga o'zgartirish kiritildi. Shuningdek,
ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi qonunlarga o'zgartirishlar kiritildi. Endi o'sha ko'chmas mulkka bo'lgan huquqni ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi qonunni o'sha 43-moddasiga qo'shimcha o'zgartirish kiritildi. Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqni ro'yxatdan o'tkazish muddati belgilandi. Ya'ni muddati 2 ish kuni edi, hozirgi kunda 10 kun qilindi. Sababi 2 ish kunida o'sha ro'yxatdan o'tkazuvchi huquqiy hujjatni aniq yaxshi tahlil qilib o'rganib bera olmaslik, ya'ni shoshma-shosharlik qilib unda xatolikka yo'l qo'yiladi, qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yiladi. Shuni oldini olish maqsadida o'sha ko'rib chiqib, tahlil qilib, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqni ro'yxatdan o'tkazish 10 kun qilib belgilandi. Rahmat taqdim etgan ma'lumotlaringiz uchun. O'ylaymizki, bizni kuzatib borayotgan hamyurtlarimizda ham yangi tartib bo'yicha yetarlicha ma'lumotlarga ega bo'la olishdi. Biz esa eslatib o'tamiz, bugun huquqiy nigohda yer va mulkka bo'lgan huquqlarni rasmiylashtirish jarayonlarida yangiliklar haqida gaplashdik. O'zingizni qiziqtirgan masalalar bo'yicha taklif va savollaringizni ekraningizda ko'rinib turgan huquqiy nigoh botiga yozib yuborishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.